tomi ochilib ketgan panorama holatdagi 2025-yilda ishlab chiqarilgan avariyli holatdagi Cobalt avtomobil akalar. Nima uchun men bu mashinani panorama deyapman? Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu tom listi bo'ladi aka. Ko'rib turibsizlar. Endi men mana patologini ko'rsataman, salon holatini ko'rsataman. Mana bu patologiya ichki tarafdagi. Mana salon holatlari akalar, ko'rib turibsizlar. Mashina avariyli holatda, tonirovka ruxsatlari bor ekan. Bu tomonlari ham pachoq bo'lib yotibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Udar davomida-chi motorlari chiqib ketgan akalar. Vahshiy qattiq, strashniy holatda urilgan. Udarni ko'rdinglar, tomi ochilib ketgan, motor chiqib ketgan. Bitta fishka bor. O'zinglar uchun bilib oldinglar, tushunib oldinglar, bu yoqda nima yo'qligini. Nimadir otmagan bo'lish kerak. Kommentariyada izohlab qoldiringlar. Orqa eshigi butun, diska balonlar sinib ketgan, orqalarini ham ko'rib turibsizlar. Akalar, mana bu motori bo'ladi. Udar davomida motor chiqib ketgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Ayrim joylarini sindirib yuborgan. Mana bu radiator bo'ladi akalar. Buni ham ko'rib turibsizlar. Zapaskalari ham chiqib ketgan. Xullas akalar, ko'rdinglar, kabriolet Cobalt ko'rdinglar. O'zinglar izohlab qoldiringlar. Bu mashinamizni udarni kommentariyada izohlanglar akalar. Xullas akalar, bilasizlar, bu mashinani mana shu holatda sotib olganmiz. Ya'ni Qashqadaryo viloyatidan. Butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.